Yarasinga düştü közüm, yana dert tuguldu yengil. Yarasinga düştü közüm, yana dert tuguldu yengil. Bir vakitler idin güldüzüm, endi kimge güldüzsem canım. Bir vakitler idin güldüzüm, endi kimge güldüzsem canım. İşanmazdım hiç kimge senin, asrar idim bigane küzden. İşanmazdım hiç kimge seni, asrar idim bigane küzden. Kim öylepti şemde beni, acralar bir sende gülden. Kim öylepti şemde beni, acralar bir sende gülden.
Aziz vatandoshlar, dunyo o'zbeklari o'z teledasturlarini O'zbekiston poytaxti Toshkent shahridan turib yana davom ettiradi. Eslatib o'taman, bugun 13 avgust 2026 yil. Ona vatanimiz O'zbekistonda payshanba oqshomi cho'karkan, agar adashmagan bo'lsam, soat millari kechki 20:00 ga borib taqalarkan, biz yashab turgan Kanadada esa soat millari ertalab soat 11 dan 5:02 daqiqa o'tarkan, mehribon va rahimli Alloh nomi bilan bismillah deb bugungi dasturimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Bugun xalqaro hayot haqida gapiradigan gaplarimiz unchalik ko'p emas. Chunki Ukraina Rossiya urushida deyarli o'sha holat faqatgina Ukraina qurolli kuchlari bir necha kilometr Rossiya bosib olgan hududlarni ozod qilganliklari haqidagi quvonchli xabarlar bor. Biz ana shular haqida qisqagina gapiramiz, keyin asosiy aytiladigan boshqa mavzularga o'tamiz. Asosan O'zbekiston ijtimoiy siyosiy hayoti haqidagi fikrlarimiz bilan o'rtoqlashamiz. Demak, hozir nima frontda qanaqangi o'zgarishlar bo'layapti? Ukraina prezidenti nimalar haqida gapiryapti? Bu fikrlarga o'tishdan oldin Ukraina dronlari hujumlari oqibatida Waldberries военная baza, ya'ni Rossiya harbiy qo'mondonligining, Rossiya qurolli kuchlarining asosiy ta'minoti bilan shug'ullanuvchi soldatlarni paytavasidan tortib, ko'ylak ishtoni, gimnastyorkasi, shapkayu kamzullari va boringki urushga butun harbiylar uchun nima kerak bo'lsa, oziq-ovqatdan tortib, haligi gimnastyorkasidan tortib palatkalariga qadar, qurol yarog'i, o'q patroni, hamma narsasi bilan shug'ullanuvchi военная baza, yirik bu biznes imperiyasi, Kim xonim rahbarlik qilayotgan yirik biznes imperiyasi Waldberriesning butun Rossiyadagi omborlari portlatilayotganligini yaxshi bilasiz. Demak, ana shu hujumlar fonida Ukraina dronlari hujumlari oqibatida Waldberries va sotuvchilar ko'rgan umumiy zarar 800 milliard rublga, 10 milliard dollarga yetishi mumkin. Bu Forbes jurnalining tadqiqotlari natijasi. Salkam 10 milliard dollarlik Rossiya qo'shinlari harbiy Ukrainaga bosib kirayotgan harbiy qo'shinlarini shaylantiradigan, kiyimlantiradigan, kiyim-kechaklari, oziq-ovqatlari, hamma narsasini ta'minlaydigan Waldberries, bu xalq tilida VB, военная baza deb ataladi. Shuning uchun ham bu harbiy baza Ukraina qurolli kuchlari tarafidan kuli ko'kka sovurilmoqda. Nashr ma'lumotlariga ko'ra, logistika omborlarini tiklash uchun Rossiyaning eng yirik marketplace'iga 279 milliard rublgacha mablag' talab etilmoqda. Sotuvchilarning zarari esa 445-508 milliard rublga baholanmoqda. Ukraina dronlari 18-iyuldan boshlab Waldberriesning Rossiyadagi o'nlab logistika majmualariga, harbiy baza omborlariga hujum qilib kelmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Waldberriesga qilingan hujumlarni omborlarda dronlar va navigatsiya uskunalari uchun qismlar saqlangani bilan izohlagan. Demak, bu birinchi juda katta talafot.
Rossiyadagi neftni qayta ishlash zavodi ham dron hujumidan so'ng o'z faoliyatini to'xtatdi. Zarar yetkazuvchi elementlar asosiy infratuzilmaga shikast yetkazdi. Uni hozircha tiklashning imkoni yo'q. Uskunalar xorijniki. Sanksiyalarni hisobga olganda ta'mirlash muddati 6 oygacha cho'zilishi mumkin. Zavod to'liq to'xtatildi. Eng yomon ssenariyga tayyorgarlik ko'rmoqdamiz. Chetdan keltiriladigan yoqilg'iga tayanib qolishga majburmiz deb bayonot bergan Orenburg viloyati gubernatori Yevgeniy Sontsev. Zavod Orenburg viloyatidagi neftni qayta ishlovchi asosiy korxona bo'lib, Ural va Volga bo'yi hududlarini yoqilg'i bilan ta'minlab kelgan. Endi Ural va Volga bo'yida yoqilg'i yo'q. Demak, ana shunday bir paytda Ukrainani yutuqlarini aytaman endi sizga. 2026-yil yanvar oyidan beri mana 8 oy bo'ladi. Ukraina harbiylari 745 kilometr kvadrat hududni ozod qilishga muvaffaq bo'lishdi, deb xabar beradi Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy. 745 kvadrat kilometr. Aleksandrovka yo'nalishidagi hujum operatsiyasi doirasida Dnipropetrovsk, Donetsk va Zaporojye viloyatlarining 26 ta qishlog'i Ukraina nazoratiga qaytarildi. Rossiyaning yo'qotishlari kamida 9550 kishi halok bo'lganlar va yana 6600 dan ortiq yaradorlarni tashkil etdi. Rossiyada halok bo'layotganlarda soni bir oyda 30 ming edi. Demak, bu hozircha 9550, 10 ming kishi. Bu bir oylikmi, bir haftalikmi, buni aniqlashimiz kerak bo'ladi. Demak, Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'zining kechagi chiqishlarining birida Putin yaqinda urushni to'xtatadi, bizda uni shunga majbur qiladigan reja bor deb bayonot berdi. Ukraina xalqaro hamkorlari bilan birgalikda jangovar harakatlarni yakunlash bo'yicha aniq reja ishlab chiqdi. Ushbu natijaga erishish uchun Ukraina harbiylari frontni mahkam ushlab turishlari kerak. Jangovar harakatlarni esa Rossiya hududiga ko'chirish zarur, dedi Vladimir Zelenskiy. Demak, bu haqdagi kayfiyat demak Ukraina qurolli kuchlarida va prezidentida umidli kayfiyat borligi bizni quvontiradi. Ukraina yarim yil ichida 3 ta viloyatda 26 ta qishloq va 745 kvadrat kilometr hudud ustidan nazoratni o'z qo'liga qaytarib oldi deb axborot beryapti Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy. Bu vaqt davomida Rossiya armiyasining kamida 9550 harbiysi halok bo'ldi va 6600 dan ortig'i yaralandi. Shuningdek, Ukraina uchun asirlarni almashish fondi ham to'ldirildi, dedi Ukraina prezidenti. Demak, asirga olinganlar juda ko'p. Ukraina va Rossiya mana shunday urushda davom etarkan, Ukrainaning qo'li baland kelarkan, kechagi dasturimizda biz Shimoliy Koreyaning minglab go'zal qaddi qomati kelishgan nozik qizlari Rossiya harbiylarini ko'nglini ovlash va ularga yordam berish maqsadida keltirilib front bo'ylab tarqatilgani haqidagi xabarlar o'zbek jamoatchiligida, dunyo jamoatchiligida juda katta shov-shuvlarni uyg'otyapti. Unga qadar 30 ming Yujniy Koreya, Shimoliy Koreya askarlari, yigitlar kelib Vladimir Putinga yordamchi bo'lgan edi. Ularni ahvoli juda og'ir bo'lishini biz bilamiz, chunki bugun urushda avtomatlar va soldatlar emas, 100 mingta soldatni ham bitta dron yo'q qilish mumkin. Bugun urush mana shunday yangi bir tus oldi. Ana shunday bir paytda Ukrainaga butun dunyo dronlar bilan yordam qilyapti. Ukrainani o'zida ham dronlar
ishlab chiqarilyapti va dronlar bugun Ukraina armiyasining qo'lini baland bo'lishiga olib keldi. Rossiya noiloj. Bu go'zal qizlar ham hammasi halok bo'lishi haqidagi xavotirlar bizni qalbimizni g'am va taassufga cho'lg'aydi. Koreya, Shimoliy Koreyani aqlsiz prezidenti bitta buyruq bilan minglab yigitlarni, bitta buyruq bilan yuzlab go'zal qizlarni Rossiya urushiga tashlarkan, ularni o'lib ketishi bilan ishi yo'q. Chunki u yerda odamlarni taqdiri harbiy boshliq uchun Kim Chen In uchun bir tiyinga qimmat ekanligini biz yaxshi bilamiz. Demak, ana shunday voqealar fonida biz Eron va Amerika urushiga qaytamiz va Amerika prezidentining bugungi kayfiyati juda yomon ekanligini sizga yetkazmoqchimiz. Demak, Amerika prezidenti Oq uydagi yig'ilish vaqtida yana uxlab qolganligi haqidagi xabarlar. Marhamat. Uxlab qolgan Donald Trump uxlab qolish kasaliga yo'liqqan Amerika prezidenti. Bu bir. Ikkinchidan, hop, Eron oliy rahnamosi tirik ekanligi va u Eron harbiy qo'mondonlarini yangilaganligi, Eronda yangi bir kayfiyat bilan, yangi bir ruhiyat bilan yana harbiylar bosh ko'targani AQShga qarshi va Eron Islom Respublikasi harbiylari, xalqi, millati, davlati bir tanu bir jon bo'lib Amerikaga qarshi yangi bir shaxt bilan, yangi bir shiddat bilan qarshilik harakatini bor bo'ybasti bilan yana bir bor butun dunyo ahliga ko'rsatishga erishdilar. Eron Amerika prezidentiga qo'ygan shartlarni men bugun yana bir marta o'qib beraman. Eronga boshqa hech qachon harbiy tahdid qilmaslikka kafolat berish. Amerikaga ultimatum qo'ydi Eron. Yaqin Sharq mintaqasidagi AQSh qo'shinlarini mintaqadan olib chiqib ketish sharti, Eron portlariga o'rnatilgan dengiz blokadasini bekor qilish, Tehronga qarshi barcha xalqaro sanksiyalarni olib tashlash, Eronning muzlatilgan aktivlarini, mablag'larini Eronga qaytarish, Eronga berilgan harbiy zarbalar uchun tovon puli to'lash sharti va ultimatumi. Bulardan tashqari Eron Oliy Milliy Xavfsizlik Kengashi Livan, Falastin, Yaman, Iroqdagi Eronning ittifoqchilariga qarshi tajovuzkor harakatlarini zudlik bilan to'xtatishni talab qilyapti Eron. Eron Islom inqilobiy qo'riqchilari korpusi esa Hormuz bo'g'ozining ochilishi Eron va Ummon o'rtasidagi muzokaralarga aloqador emasligini bildirdi. Men o'tgan dasturlarimda aytib kelyapman. Ultimatumni, shartni kim qo'yadi? G'olib taraf qo'yadi. Mana shunaqa. Xuddi shundan kelib chiqib, demak Eron shuncha urush boshlanganiga bir necha oy bo'lishiga qaramay o'zini qudratli davlat ekanligini, shavkatli davlat ekanligini butun dunyoga namoyon qildi. Hatto Trump ham majbur bo'ldi Eronni bu jasoratini tan olishga. Agar Erondan boshqa biror davlat meni qilgan bu hujumlarimga, bu do'q-po'pisalarimga allaqachon taslim bo'lgan bo'lardi. Men Eronga, Eron xalqiga qoyil qoldim deb Trump o'z tili bilan aytdi. Bugun Eron
mana shunaqangi jasorat bilan Amerika Qo'shma Shtatlari oldin prezident man Eronni yo'q qilaman, Eron agar yadro harakatlaridan chekinmasa man uni dunyo xaritasidan o'chirib supurib tashlayman, Eron Islom Respublikasi yo'q bo'ladi bu oqshom degan gaplarni gapirgan Amerikani farosatsiz ahmoq tentak prezidenti bugun endi jim bo'lib Eron bilan biz urushni to'xtatdik deyishga boryapti. Yadro programmalari nima bo'ldi? Janob Trump aytolmaydi, gapirolmaydi. Eron uni jo'natvordi kerakli joylarga. Eron Islom Respublikasi dunyoda hech qachon hech qaysi davlat o'zini kuchiga ishonib boshqa bir davlatlarga hujum qilmaslik, bosib kirmaslikning achchiq va alamli sabog'ini berdi Amerika Qo'shma Shtatlariga. Donald Trump rahbarligida Amerika olib borgan bu xiyonatkorona urushlar, bu adolatsiz hujumlar, Venezuela prezidentini yotog'idan xotini bilan birga ichki kiyimlarda o'g'irlab ketishlar tarix sahifalarida Amerika qurolli kuchlarining, Amerika prezidenti Donald Trumpning eng sharmandali hayot sahifalari bo'lib, tarix sahifalarida abadul abad yozib qolinadi. Demak, O'zbekiston ijtimoiy siyosiy hayotiga qaytamiz. Aziz vatandoshlar, O'zbekistonda juda ko'p quvonchli voqealar sodir bo'lyapti. Mana shu quvonchli voqealardan masalan bittasi, juda ko'p bunaqa aytadigan voqealar, bittasi taniqli ijodkor, O'zbekiston Milliy universiteti professori, o'zbek jurnalistikasida juda katta maktab yaratgan, biz yoshligimizda hayot quvonchlari va tashvishlari degan teledasturda olib borgan afsonaviy o'zbek jurnalisti Dadaxon Yoqubovning O'zbekiston mustaqilligining 35 yilligiga bag'ishlangan Qora G'unon dostoni e'lon qilinibdi. Men buni ismini tushunmadim. Qora G'unon dostoni kitobcha bo'lib chiqibdi. Menga o'qishib yubordilar. Men bu bilan Dadaxon Yoqubovni tabriklayman. Dadaxon Yoqubovning Qora G'unon dostoni. Bu she'riy doston O'zbekiston mustaqilligining 35 yilligiga bag'ishlanadi. Kirish so'zi shoir va publisist O'zbekiston Yozuvchilar soyasining a'zosi, filologiya fanlari kandidati To'lqin Eshbek va pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori Dilnoza Zuparovalarning kirish so'zi bilan ochiladi. Demak, Dadaxon Yoqubovni biz Qora G'unon dostoni alohida kitob bo'lib O'zbekiston mustaqilligining 35 yilligiga bag'ishlab e'lon qilingani bilan tabriklaymiz. Dadaxon Yoqubovga uzoq umr, sihat, salomatlik tilab qolamiz. O'zbekistondan kelayotgan quvonchli voqealarning yana biri Qashqadaryo viloyati faoliyati bilan bog'liq. Qashqadaryoda 856 nafar, salkam 1000 nafar talaba yoshlarning qariyb 4 milliard so'mni tashkil etadigan kontrakt mablag'lari mustaqilligimizning 35 yilligi munosabati bilan to'lab berildi deb xabar beradi Qashqadaryo viloyat hokimligi matbuot xizmati rahbari Ahrorjon. Demak, prezidentimiz tashabbuslari amalda, yoshlar ta'limi qo'llab-quvvatlanmoqda. Mamlakatimizda inson kapitalini rivojlantirish, yoshlarning sifatli ta'lim olishi uchun zarur sharoitlarni yaratish va ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar farzandlarini qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mustaqilligimizning 35 yilligi arafasida bu boradagi ezgu tashabbuslar Qashqadaryo viloyatida ham izchil davom ettirilmoqda. Xususan viloyat hokimi Murodjon Azimov tomonidan ijtimoiy himoyaga muhtoj ehtiyojmand oilalar farzandlarining oliy ta'lim
olishni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan qaror qabul qilindi. Unga ko'ra Qashqadaryo viloyatidagi 856 nafar talaba yoshning oliy ta'lim muassasalarida tahsil olishi uchun jami qariyb 3 milliard 780 million 600 ming so'm miqdordagi kontrakt pullari, mablag'lari ajratildi va to'lab berildi. Mazkur amaliy yordam avvalo ta'lim olish istagida bo'lgan, ammo oilaviy sharoiti tufayli kontrakt mablag'larini to'lashda qiyinchilikka duch kelayotgan yoshlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Shuningdek, tashabbus xotin-qizlarning oliy ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirish, ularning bilim va kasbiy salohiyatini oshirish, yoshlarning kelajakka ishonchini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bugun dunyoda bilim va inson kapitali taraqqiyotning eng muhim omillaridan biriga aylanayotgan bir paytda yoshlar ta'limiga yo'naltirilayotgan har bir mablag' mamlakatning ertangi taraqqiyotiga kiritilayotgan katta sarmoyadir. Qashqadaryoda 856 nafar talaba yosh uchun ajratilgan mazkur mablag'lar ham ana shu ezgu maqsad yoshlarning bilim olishiga ko'maklashish, ularning orzu intilishlarini qo'llab-quvvatlash va munosib kelajak uchun imkoniyat yaratishga qaratilgan. Inson qadri ulug'langan jamiyatda ta'limga berilgan e'tibor kelajakka berilgan e'tibordir. Bu davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning oltin so'zlari. Demak, men Qashqadaryo viloyati hokimi Murodjon Azimovga olis Kanadadan turib prezident Shavkat Mirziyoyev g'oyalarini amalga oshirish borasida qilayotgan bu xayrli va savobli ishlari uchun Dunyo o'zbeklari ijodiy kollektivi ahli nomidan va Qashqadaryodagi bolalarning kontrakt pullari to'lab berilgan yuzlab, minglab ota-onalar nomidan minnatdorchilik izhor etaman. Dadaxon Yoqubovga yana qaytamiz. Bu kishi Toshkentda odamlarning uyida hovlima-hovli juda ko'p odamlar yurishadi. Birov kirib oqlab beray deydi, birov uyingizni yerini chopib beray, o'tlarni yulib beray deydi. Bu shunaqa odat. Nima 4 so'm 5 so'm pul ishlashdi, bu halol mehnatda ayb yo'q. Mana shu yaqinda Dadaxon Yoqubov hovlisiga bir kishi kelibdilarda, men charxlayman, bichoqlaringiz eski zang bosgan nimalar bo'lsa beringsa, kakras Dadaxon akaning uyida bir tog'ora shu o'tmas nimalar bor ekan, bichoqlar u haligilar. Shularni berish evaziga berib, keyin Dadaxon aka jurnalist emasmish, hatto videoni yoqib, u kishini savolga tutganlar. Avval siz o'z tanishtiring, keyin men o'zim tanishtiraman deb, u kishi Qashqadaryodanman. Yoshim mana shu 60 yoshda, 76 yoshda. Men mana shunaqangi charxchiman, ishlar bilan shug'ullanaman desa, kitobdanman deganini eshitib Dadaxon aka, kitobdan bo'lsa Ismat Xushevni taniysizmi? Desa, Ismat Xushev emas, otasini qo'lida o'qiganman deb juda yaxshi nima qilibdilar. Men shuni eshitib juda xursand bo'ldim. Dadaxon Yoqubovga minnatdorchilik bildiramiz. Kitobga borsam, Qashqadaryoga borsak, O'zbekistonga borsak, studiyamizda faoliyat olib borsak, men albatta bu videoni Dadaxon aka efirga qo'yaman. Sizga bu video uchun minnatdorchilik bildiraman. O'zbekiston ijtimoiy siyosiy hayotidagi suhbatlarimiz davom etadi. Mana bu yerda bitta material yuboribdi Isroiljon. Onasiga gap qaytargani uchun ayolini bir shapaloq urgan erkak 10 sutkaga qamaldi. Erkakning ustidan jalba qilgan uning o'z ayoli va qaynonasi. Uyga qaytsam ayolimdan astoydil uzr so'rayman deyapti ekan bu yigit. Onasiga gap qaytargani uchun ayolini bir shapaloq urgan erkak 10 sutkaga qamalibdi. Bu barcha erkaklarga, eriga qo'l ko'taradigan ayollarga saboq bo'lish kerak. Yosh katta odamlar bir-biri bilan tarsaklab gaplashmaslik kerak, juda to'g'ri qilishgan. Hibsga olib, qonun bu yerda ishlaydi. Lekin yosh bolalar telefon qilib militsiyaga ayam urdi, dadam urdi desa, kelib tekshirsalar, telefonimni olib qo'ydi, to'g'ri qilibdi deb ketish kerak. Yo'q, bitta qizcha 10 yoshli qizcha Amerikadan kelib ayasi telefonni olib qo'ygani uchun uni qamatib yoribdi. Yana bir
yigit ayasi uni futbolgami, sportga bormaysan, uyda o'tirib darsingni qil deb bir tarsaki urgani uchun 3 sutkaga qamatib yuborishlari bu bo'lmagan narsa. O'zbekistonda o'zbek xalqining o'zini qadriyatlari, axloq odoblari bor. Kanadadan ko'rona hamma narsani ko'chirmaylar. Kanadada juda ko'p narsa yaxshi, juda ko'p qonunlar bir tinga qimmat. Erkaklarda erkaklar bilan turmush qurishi, ayollarda ayollar bilan turmush qurishi kabi bir tinga qimmat iflos odatlarni ko'rona o'zimizda targ'ib etmasligimiz kerak. Demak, ana shunday voqealar fonida men bugun bitta O'zbekiston ijtimoiy siyosiy hayoti haqida mustaqilligimizning 35 yilligi munosabati bilan juda ko'p quvonchli voqealarni aytar ekanmiz. Endi bitta noxush voqeaga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Mana shu suratdagi yigit Aziz Obidov, O'zbekiston Oliy sudi matbuot xizmati rahbari edi. Uni yonidagi singlimiz esa Aziz Obidovning o'rniga yaqinda Oliy sudga matbuot xizmati rahbari etib tayinlangan singlimiz. Demak, Aziz Obidovni O'zbekiston Oliy sudidan o'z vazifasidan ozod qilishibdi. Bir qaraganda oddiy hol. Roba Mahmudova Oliy sudni rahbari etib tayinlanganlaridan keyin agar ism familiyalarini aytib adashgan bo'lsam uzr so'rayman. Oliy sudni raisasi, yangi raisi saylanganidan keyin Oliy sudda o'zgarishlar qilishi, juda ko'p kadrlarni olishi bu tabiiy. Biz bu ishga aralasha olmaymiz. Lekin bizda ajib hayratlarga oshno etgan narsa o'z vazifasini juda sidqidillik bilan, juda odob bilan, og'ir bosiqlik bilan, mulohazakorlik bilan olib borayotgan Oliy sudda keyingi yillarda juda ko'p shov-shuvli, to'palanli masalalarni ham bosti qilishga o'zini og'ir bosiq xarakteri bilan, aqli bilan, jamoatchilik bilan muomala qilishni yaxshi o'rgangan, juda yuqori darajadagi diplomat yigit Aziz Obidovni kutilmaganda ishdan olishi meni ham bir jurnalist sifatida juda o'ylantirib qo'ydi. Oliy sudning raisiga yana bir marta aytaman. Opani haqqi bor. Yangi rahbar kelib kadrlarda o'zgarish qilishiga. Bu bor gap. Lekin matbuot xizmati rahbarini ishdan olish, qarasho, opa uni ishdan olishga haqqi bor. Lekin uni o'rniga sudyani olib kelib ishga qo'yish. Bu Oliy suddan bundan keyin hech qachon tanqidiy fikrlar chetga chiqmaslik kerak. Oliy sud o'z aybini o'zi yopib yurish kerak. Oliy sudga hech qaysing teginmasliging kerak degan bir iddaoni bizga beradi. Robaxon Mahmudova o'z faoliyatini yaxshi boshlamadi. Sal muqaddam Robaxon Mahmudovani qarindosh urug'lari Oliy sud tizimida 7-8 juda yaqin oilaviy qarindoshlari ishlayotganligi haqida Anora Sodiqovaning ko'rsatuvini men eshitganda, endi ular oldin ishga kirgan ekan. Robaxon Mahmudova keyin rais bo'lib ketdilar. Buni bir o'ylab ko'rish kerak deb hali bir fikrga kela olmay turgan edim. Ikkinchi katta xatoga Robaxon Mahmudova yo'l qo'ydilar. Aziz Obidovdek talantli, iste'dodli jurnalistni hamma bilan, do'st bilan ham, dushman bilan ham til topisha oladigan Oliy sudni juda ko'p balo qazolardan asrab kelayotgan iste'dodli matbuot xizmati rahbarini ishdan olishi bu meni yuzimga bir tarsaki urganday bo'ldi. O'zbek jurnalistikasining yuziga bir tarsaki urildi Oliy sudni yangi rais tarafidan. Robaxon Mahmudovaga men bugun og'ir bosiqroq bo'lib ishlashlarini, Oliy sud raisi sifatida sizga juda og'ir meros qoldi. Juda ko'p odamlar norozi Oliy suddan. O'zbekiston oliy rahbariyatini bitta telefoni bilan Oliy suddagilar istagan qarorni bekor qilib berishyapti. Bu tuturuqsiz odatga chek qo'yish keraksiz.
bitta telefon bilan bitta vazir o'zini ustidan shikoyat qilayotgan qizginani bemalol qamatib jinoyatchi qilib qo'yishga erishyapti bugun. Sizda oldingi sud, oliy sud raislariga bitta telefon hukumatdan, vitse-premyerdan yoki bitta oddiy ministrdan bitta telefon kelsa, u qonunsiz bo'lsa ham bajarilyapti. Sizda oldingizda juda og'ir bir nima turibdi. Missiya, juda og'ir vazifa bor. Odamlarning qalbida sudlov tizimiga hurmat va ehtirom uyg'otish vazifasi bor. Nazarimda prezident sizni bu ishga qo'yarkan, bu topshiriqni yo o'zlari agar qabul qilgan bo'lsa sizni yoki yordamchilari orqali, maslahatchilar orqali, prezident administratsiyasi rahbari orqali sizni olib borib Saida Shavkatovni tayinlab keldilar. U kishi orqali aytgan bo'lish kerak prezident. Sizning vazifangiz bugun eng asosiy vazifangiz o'zbek xalqining qalbida sudlov tizimiga nisbatan hurmat va ehtirom, ishonch uyg'otish. Siz nima ish qilyapsiz? Qanday qilib Aziz Obidovni bu odamni matbuot kotibi, matbuot xizmati rahbari qilaman degan butun O'zbekiston oliy rahbariyati kutib o'tiribdi. Siz shunday oltin kadrni qo'ldan chiqaryapsiz. Men eshitdim, siz bu yigitni yoqtirmasligingizni. Sizda haqqingiz yo'q yoqtirmagan odamlaringizni ishdan bo'shatishga. Sizda birinchi o'rinbosaringiz bor, Usmonovmi, kim uni familiyasi? Menga top beringlar. Shaxsiy adovatdan kelib chiqadigan tuturuqsiz bir odati bor ekan, sizni birinchi o'rinbosaringizda. Oliy sudni bayramlari haligilar bo'lsa, jurnalistlar taklif qilishda ro'yxatga qarab, o'zini tanqid qilgan, o'ziga yoqmagan jurnalistlarni chizib qo'yar ekan ustidan. Bu odam uzoqqa bormaydi, Oliy sud raisining birinchi o'rinbosari. Shaxsiy bu o'tib ketdi, Karimov davrida edi. Yoqtirmagan odamlaringizni ro'yxatdan o'chirish. Karimovning davrida edi. Aytganingiz aytgan, deganingiz degan bo'lish. Bugun oliy rahbariyatdagilar, oliy sud raisiga o'xshash juda oliy mansabda o'tirganlar mina maydonida yuribsizlar. Portlab ketasizlar nezashto. Bugun xalq bilan o'ynashmang. Kim sizga, kim bilan so'radingiz? AOK hozirgi kontent ruxsat berdimi sizga shu sudyani olib kelib oliy sudga matbuot xizmati qo'yishga? Kim sizga ruxsat berdi? Kimdan so'radingiz siz bu ishni? Sudya albatta jon jahdi bilan oliy sudni himoya qiladi. Aziz Obidov tuppatchilik ishlab kelayotgan edi. Butun O'zbekiston jurnalistlari bilan juda diplomatik munosabatda edi. Men hozir sizga bitta nimani qo'yib beraman. Aziz Obidovni juda yaxshi bir nima qilibdi. Bir juda yaxshi bir mana yaqinda Surxondaryoda bir uyi buzilgan ayolni masalasida juda og'ir bosiqlik bilan asl sabablarini ko'rsatib, butun xalqni tinchlantirdi qo'ydi Aziz Obidov. Og'ir bosiq, juda yaxshi bir o'zini nimasi bilan. Men hozir buni topishim kerak. Men hozir boshqa telefon, Nargizning telefonidaman. O'zimni telefonim demak nimada bizni nimaga olyapti. Hozir men agar topsam, shuni qo'yib beraman sizga. Aziz Obidovni siz nima uchun o'zingizni yoqtirmagan odamni ishdan olishga kim sizga huquq berdi? Shunda yaxshi ishlayotgan yigit. Uni o'rniga qo'yib boshqa bir kishini olib kelib qo'ysangiz ham mayli edi. Nimaga siz sudyani olib kelib qo'yasiz? U sudya qanaqa muomala qiladi? Jurnalistlar bilan til topisha oladimi sizni sudyangiz? Kim sizga maslahat beryapti? Birinchi o'rinbosaringizmi? U ishdan ketadi yaqinda. Birinchi o'rinbosaringiz. Jurnalistlarni yoqtirmaganini ro'yxatlardan o'chirib qo'yadigan ahmoqona bir odati bor ekan birinchi zamni. Qarang, Oliy suddagi matbuot anjumanlariga, jurnalistlar bayramlaridagi
haligilarga kimlarni chaqirish, kimlarni ustini chizib qo'yishdi. Oliy sud raisini birinchi o'rinbosari matbuot xizmati olib kirsa, shular kelish kerak desa, nima uchun siz chizib tashlaysiz? Nima uchun yoqtirmagan odamlaringiz kelmasi kerak? U qaysi davrda siz, kimni davrida? Sizni prezidentingiz hozir kim? Nimaga siz Karimov davridagi urf-odatlarga amal qilib faoliyat olib boryapsiz? Mayli, men demak hozirgi nimada Isroiljon, agar hozir men buni bilaman, meni telefonimda bor edi, lekin men mana shu nimada agar hozir men topib qo'ya olmasam, Isroiljon, buni alohida e'lon qilamiz YouTube'da. Shunga siz o'sha nimani Aziz Obidovni yaqinda bergan nimasini qo'yib, qo'shimcha qilib haligi qilasiz. Mana bilasizlar, Aziz Obidov yaqinda juda yaxshi bayonot berdi. Butun O'zbekistonni xalqini savollariga javob bo'ldi va hamma tinch edi. Surxondaryoda uyi buzilgan ayolli ohu nolalari asossiz ekani, qonuniy qaror qabul qilinganini juda chiroyli tushuntirdi Aziz Obidov. Lekin baribir Surxondaryoni adolatli hokimi Ulug'bek Berdiqobilovich bu ayolga alohida uy qurib berishga va'da qildi va bugun bu uy qurilyapti. Mana sizga bir shov-shuvli voqeaga bo'lgan Oliy sud matbuot xizmati rahbarining adolatli munosabati. Lekin nimaga biz bu yigitni istagan paytda ishdan olib ishsiz qoldirishimiz mumkin? Nima u mutaxassis bo'lib ishga olib qolibsiz uni? Haydab yuboring edi. Mutaxassis bo'l, spetsialist bo'l. U o'zini ishidan olib qo'ydi siz. Boshqa ish kerak emas unga. U ko'chada qolmaydi u. Yaxshi, demak, men Aziz Obidovni hammalaringiz eshitgan bo'lishlaringiz kerak. Yaxshi, men demak bu telefonga o'shani olib qo'yishim kerak ekan. Isroiljon, siz demak Aziz Obidovni Xo'p. Men hozir bu telefonimni olsam efir o'chib qoladi. Demak, aziz vatandoshlar, O'zbekiston Oliy sudining yangi raisi kadrlar masalasida tuturuqsiz bir faoliyatni boshladi. Avvalambor siz qarindosh urug'laringizni ishdan oling. Hammasini olib tashlang. Yo o'zingiz ariza yozib ishdan keting. Robaxon Mahmudovaga aytyapman. Yo bo'lmasa siz Aziz Obidovni kechirim so'rab vazifasiga qaytib tiklang. Bilaman, siz endi bu ishni qilmaysiz. Lekin siz noto'g'ri qaror qabul qildingiz va Oliy sud raisidagi vazifangizni siz noto'g'ri boshladingiz. Bu bilan siz prezidentning ishonchini oqlay olishingizga men ishonmayman. Xalqimizning ishonchini oqlay olishingizga men ishonmayman. Yoqtirgan odamlaringizni olib kelib, yoqtirmagan odamlaringizni ishdan bo'shatish bu bor gap. Bu Amerika prezidenti ham Oq uyga kirsa hammani haydaydi. Bu bor gap. Lekin insofli bo'lishingiz kerak edi siz. Siz Aziz Obidovni bu ishdan olsangiz, boshqa bu ishdan yuqoriroq lavozim va yuqoriroq oylik berib olishingiz kerak edi. Hozir nima ishga oldingiz? U o'zi ishdan bo'shab ketadigan ishga olibsiz. Uyalmaysizmi? Prezident sizga ishonch bildirib Oliy sudni raisi qilib qo'ydi. Bir tinga qimmat siyosiy partiyani rahbari edingiz. Bir tinga qimmat faoliyat olib bordingiz siyosiy partiyada. Prezidentlik saylovlarida ishtirok etganingizni mukofoti bu. Endi siz ham bag'ringizni kengroq qiling. Nima qilasiz o'zingiz yoqtirmagan jurnalistlarni quvg'in qilib? Shu sizga yarashadimi shu? Kerakmi shu? Men o'sha qarindosh urug'laringizni ham gapirmoqchi emas edim. Qayni Oliy sud raisi bo'pti, ular oldin kelgan ekan, endi ishlasin-da degan fikr bilan men bu haqda mavzuni ko'tarmagan edim. Lekin siz Aziz Obidovni ishdan olganingiz menga va bizga o'xshagan juda ko'plab jurnalistlarga juda yomon ta'sir qildi.
uni o'rniga hop bir jurnalistni olib kirib qo'yganingizda ham mayli edi. Bu sizda haqqingiz edi, biz gapira olmasdik. Siz rahbarsiz, rahbar odam o'zi istagan kadrlarda almashtirish huquqiga ega. Lekin siz sudyani olib kelib qo'yganingiz. Bu siz juda ko'p narsalarni mutlaqo tushunmasligingizni, Shavkat Mirziyoyev siyosatini, siz matbuot haqidagi siyosatini siz yaxshi tushunmaganligingizdan dalolat beradi bu. Siz jurnalistikani umuman tushunmaskansiz. Matbuot xizmatini rolini vafshi bilmaskansiz. Oliy sud raisini maslahatchisi bo'lish kerak. Aslida matbuot xizmati rahbari. Sudyani olib kelib qo'ymaslik kerak bu ishga. Bu ishga professional Aziz Obidovga o'xshagan jurnalistlar ishlash kerak. Ana shu masalada men sizni faoliyatingizni avvaliga men quvongan edim. Hop. Kozimjon Komilov, Baxtiyor Jahongirovich Islomovlardan keyin nihoyat Oliy sudga sizdek bir ko'ngli toza, yaxshi bir og'ir bosiq ayol kishi keldi deb quvongan edim. Lekin meni bu quvonchim uzoqqa cho'zilmadi. Ana shuni men sizga bugun aytishim kerak. Birinchidan Oliy sud raisini birinchi o'rinbosarini jurnalistlar tadbirlaridagi ro'yxatlardan dadil, tili uzun, haq gapda aytadigan jurnalistlarni chizib qo'yib, ustiga qora qalam chizib tortib qo'yishi meni g'azablantirgan bo'lsa, ikkinchidan siz ishga kelib Aziz Obidovdek bir iste'dodli jurnalistni o'rniga sudyani olib kelib qo'yganingiz meni juda g'azablantirdi. Men jurnalist sifatida men sizga bugun olis Kanadadan turib mana shu gaplarni aytishni ixtiyor etdim. Qolgan gaplarni demak hali yana efirlarimizda biz siz bilan ko'p gaplashamiz. Lekin biz sizni faoliyatingizni nayza uchida qabul qilamiz deb o'ylamagan edik. Men shaxsan Oliy sud raislari bilan, Kozimjon Komilov bilan ham, Baxtiyor Jahongirovich Islomov bilan ham men juda yaxshi ishladim. Kelishib, juda ular yaxshi faoliyat olib borishdi. Ba'zi kamchiliklarga qaramay, oliy rahbariyatdagi telefonlarga quloq solishlariga qaramay, biz ular bilan yaxshi faoliyat olib bordik. Lekin siz Oliy sudga rahbar bo'lib kelgandan keyin sizni birinchi o'rinbosaringiz bois bizlar bilan sizni oramizga qandaydir bir sun'iy to'siqlar o'rnatishga harakatlar bo'lyapti. Bu narsalardan ogoh bo'ling. Aziz Obidov emas, birinchi o'rinbosaringizga o'xshagan luttvozlarni ishdan oling siz. Hech kim shaxsiy kechirmalaridan kelib chiqib davlatni faoliyatini olib bormaslik kerak. Yoqadimi birov jurnalist, yoqmaydimi? Siz majbursiz. Siz ham sizni birinchi o'rinbosaringiz ham quloq solishga va ro'yxatlardan ularni o'chirishga, Oliy sudga kelmasin bizni davramizga deyishga haqlaringiz yo'q sizlarda. Hech qaysingizni. Siz rais sifatida sizda ham haqqingiz yo'q. Matbuot xizmati hal qiladi. Kimni qaysi ro'yxatga qo'shishdi? Uni vakolatida bu. Oliy sud raisini birinchi o'rinbosarining vakolatida emas bu narsa. Demak, aziz vatandoshlar, O'zbekiston Oliy sudida prezident tashabbusi bilan rahbarlar almashtirilarkan, tez-tez ularni bitta nimada tushunishimiz kerak. Prezident xalqni qalbida cho'kib yotgan istiroblarni, malomat va nohaqliklarga bo'lgan adolatsizlik tuyg'ularini his qilgani uchun Oliy suddagi reformalar ildam ketmayotgani uchun islohotlar almashtirishga to'g'ri keladi va bugun bu baxt prezidentni bu tanlovi Robaxon Mahmudovaga nasib etibdi. Biz u kishiga omad tilaymiz. Bu juda katta ishonch Robaxon Mahmudova. Lekin o'ylaymanki, bizni tanqidiy fikrlarimizdan to'g'ri xulosa chiqarasiz va Aziz Obidov masalasida to'g'ri qarorga kelasiz. Albatta siz birdaniga bizni efirdan keyin Aziz Obidovni o'rniga olib kelib qo'ymaysiz. Lekin bundan keyin kamroq xato qiling. Bundan keyin jurnalistlarni gapiga quloq tuting. Shunda siz muvaffaqiyatlarni qo'lga kiritasiz. Lekin bu sudya qiz bilan siz matbuot xizmatingiz bir tinga qimmat bo'ladi. Shuni esdan chiqarmang.
Bu singlimiz sizga yordam qila olmaydi. Bu singlimizni o'zbek jamoatchiligi, jurnalistikasi qabul qila olmaydi. Bu meni fikrim. Balkim boshqalarda boshqacha fikr bordir. Lekin shunday bo'lsa ham baribir men sizni ishlaringizga olis Kanadadan turib omad tilayman. Achchiq gapirganim uchun ko'nglingizga olmaysiz, ko'nglingizga olsangiz ham o'zingiz bilasiz. Biz hamisha mana shunaqa bor gapni, to'g'ri gapni aytib o'rganganmiz. Uni Kozimjon Komilov ham, Baxtiyor Jahongirovich Islomovlar ham bizni mana shu chiqishlarimizni to'g'ri tushunishgan va biz bilan juda yaxshi munosabat o'rnatishgan. Ishlaringizga omad, sog' va salomat bo'ling. Aziz vatandoshlar, O'zbekistondan 10 minglab olis kilometr masofada joylashgan Kanadaning dilbar go'shalaridan olib borayotgan dasturimiz bugun mana shu yerda nihoyasiga yetadi. Eslatib o'taman, bugun 13 avgust 2026-yil ona vatanimiz O'zbekistonda payshanba oqshomi cho'kdi. Hammalaringizga yaxshi kayfiyat tilab xayrlashamiz. Yo'ldosh Eshbek aytgani kabi, biz baxtiyor bo'lgaymiz, xo'p, bizni zafar quchajak, boshimizdan charx aylanib qaldirg'ochlar uchajak. Ana shu O'zbekistonimiz hamisha baxtimizga bor bo'lsin, osmonlarimiz musaffo bo'lsin, o'zbek xalqini o'zining nurli va munavvar manzillari sari dadil olib borayotgan, ertadan kechgacha o'z komanda a'zolari bilan tinim bilmay ishlayotgan davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev baxtimizga doim sog' va omon bo'lsinlar. Xayr.